Masalan, shartiga yarovchanlikka doir misolimizni ishlamoqchi bo'lsak agar har doim modda haqida ma'lumot beradimi, suv haqida ma'lumot beradimi, yoki to'yingan eritma haqida ma'lumot beradimi, u ma'lumot har doim ham massa bo'lavermaydi. Chunki biz formulaga qo'yishga massalarni qo'ygan edigan. Demak, masalan, shartiga har doim ham massasini aytavermas ekan. Masalan, 6-ko'chalashdagi 6-masalaga qarasangizlar, erigan modda va erituvchini aytgan. Shunaqami? Masalan, 6-masalaga qarasangizlar, nima degan? 5 mol suvda shuncha H xlor eritsa, o'zining erituvchanligini aniqlang degan. Endi kislota erituvchanligini. Ya'ni moddani bergan H xlor deb, suvni bergan, molini bergan, H xlorni litrni bergan. Biz uni massaga aylantirib olamiz. Qaranglar. Erituvchini birinchi aniqlaymiz. 5 mol suvni 5 molni 8 ga ko'paytirsak, tenglik necha bo'ladi? 90 gram. Tushunarlimi? Ya'ni qiladigan ishlarimiz birinchi o'rinda, masalan, shartdagi litr yoki mol yoki talarni gramga aylantirib olish. Ya'ni 5 mol suvni gramga aylantirib oldik. Buni bilasizlar. Endi H xlorni aytgan. H xlorni 22,4 litri 36,5 gram kelishini bilgan holda 112 litr deganmi? 112 litrni massasini topib olamiz. H xlorni bilamiz, H xlorning massasi 36,5 1 mol, ya'ni 24 litr. Ana buncha litr 36,5 gram bo'lsa, 112 gramda 112 litr qancha? Qancha bo'ladi? 182,5 gram. Endi bizga aytmoqchiki, masalan, shartiga 125 gram kislotani 90 gram suvda eritsak, o'sha kislotaning erituvchanligi qancha? Ya'ni modda aniq. Moddaga qo'yiladigan son 182,5, suvga qo'yiladigan son 90. Tushunarlimi? Endi mana bu formulaga qo'yamiz. Lekin bu formulaga qo'yishdan oldin, masalan, shartdagilarni massaga aylantirib olamiz va massaga aylantirib oldik biz. 182,5 taqsimda mana modda taqsim S tenglik suv 90 gram taqsimda 100. Tushunarlimi? Ana suv bilan H xlorni aytgan, H xlor bu kislota ekanligini bilamiz, shuning uchun kislotaning erituvchanligini so'ragan. Tushunarlimi? Nechi bu? 200 dan sal kattaroq son chiqadi. Shunaqami? 202,7 ketgan. Mana shuncha gram ekan. Tushunarlimi? Demak, masalan, shartda berilgan sonlarni biz massaga aylantirib olib, keyin bu formulaga qo'yamiz. Mana suvning massasini topib oldik, keyingi H xlorning massasini topib oldik. Tushunarlimi? Keyingi masalaga qaraymiz. Ko'chiringlar demakman hali, keyin ko'chirasizlar. Hech qanaqa qilib yo'q quloq solinglar. Keyingi masalaga qarasin. 600 gram eritma tarkibida shuncha H bromlar kelasi bo'lsa, uning erituvchanligini so'ragan. Ya'ni uning deb H bromning erituvchanligini so'ragan. Shunaqami? H bromning erituvchanligi. Xo'sh. Masalan, shartdagi sonlarni gramga aylantirib olamiz birinchi. Bittasini o'zi gramda aytgan, tushunaymi? Tenggan eritmani gramda aytgan, shuning uchun H bromni gramga aylantirib olamiz endi. Yettinchisi. Biza 6,02 o'lim darajasi 23 ta H bromni 81 gram kelishini bilamiz. H brom nimasi 81, 1 mol 81. 1 mol 6,02 darajasi 23 ta. Masalan, shartiga nechtasini aytgan? 12,06 o'lim darajasi 23mi? 23 tasi necha gram kelishini topib olamiz? 162 gram. Qarang endi. Mana bu formulada moddaning massasi aniq bo'ldi. Erigan moddaning massasi 162 gram. Tushunarlimi? 162 gram. Suvniki yo'q, lekin to'yingan eritmaniki bor. Shunaqami? Mana 162 taqsimda S tenglik suvni yozamiz, keyin
Tüyüngen yetmeni qancha degan? 600 gram. 600 gram. Endi eruvchanlikni so'ragan, ham yo'q, x qo'yamiz. Mana bilan mana bu 600 bo'ladi. 600 dan 162 ni ayirib, suvni to'g'ib, temperatura bo'lsa eruvchanlik chiqadi. Tushunarlimi? Massaga aylantirib olamiz. Ta bo'ladimi? Mol bo'ladimi? Litr bo'ladimi? Tushunarlimi? Mana bu yoqda molni grammga, litrni grammga, tani grammga aylantirib oldik. 600 dan 162 ketsa necha? 38 gram suvga 162 gram demak H brom berilgan 100 gramga qanchalik qilsa eruvchanlik chiqadi? 37. Ha? 37. Nima o'zimi? 37 ekan. Tushunarlimi? Eruvchanlik bu 100 gram suvda eriganmi? Ko'pish. Yetim tushundingizmi? Oddiygina formula bo'yicha tengdan eritmani aytgan, erigan moddani aytgan. Faqat erigan moddani massasini topib olishimiz kerak bizlar. Massa emas, ta'sini aytgan. Tushunarlimi? Endi tengdan eritmadan massani aytsak, suv shunchasiga shuncha bo'lsa, yuziga qancha deb o'ylab topdik. Tushunarlimi? Xo'sh. Keyingisi 8 ga qaraydi. 130 gram suvda 50 gram mis kuparosidan mis kuparosi eritilib, mis sulfatni kelgan eritmasi olindi. Eritmada tuzning o'lchamini ana endi mana bu masalani ishlashda bitta narsaga e'tibor qilishlaringiz kerak. Xuddi shunaqa turdagi masalalarga eng oddiy yo'lni aytaman. Oson yo'li. Unchalik muammo bo'lmaydigan yo'li. Masalan, shartiga nimalar qo'shilyapti? O'sha qo'shilayotgan narsani sizlar qo'shib har doim hammasini qo'shib tengdan eritma degan joyga qo'yasizlar. Tushunarlimi? Hamma suvlarni to'pib olib, suv degan joyga qo'yasizlar, hamma erigan moddani to'pib olib, modda degan joyga qo'yasizlar. Hozir bizga eng aniq narsa nima? Eng aniq narsa bizga alohida qo'shib bitirmaymiz, chunki bular alohida bo'lmasligi mumkin. 130 gram suvga 50 gram mis kuparasi eritilsa, 180 gram tuyulgan eritma hosil bo'ladimi? Qaranglar. 180 gram tuyulgan eritma hosil bo'ladimi? Tushundingmi? Hozir 130 gram suvga degan-ku, yaxshilab e'tibor bering, 130 gram suvga degan. 130 ni ana bu yoqqa qo'ymaymiz. 130 ni ana bu yoqqa qo'ymaymiz. Chunki hosil bo'lgan eritmadagi suv 130 emas. Yo'q, qaranglar formulaga. Mis isoti ko'paytirilgan 5 ta suv qo'shilyapti, ha? Ana bu narsa 50 gram deyapti. 130 gram suvni ana bu yoqqa qo'ysak qattiq qilgan bo'lamiz. Chunki 130 dan tashqari keyingi eritmadagi suv, ana bu suv ham, ya'ni 50 ning ichida qanchadir suvi bor. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Shuning uchun 130 ni to'g'ri qo'ymadik. Mana shunaqa holatlarda, mana shunaqa formulalar berilgan bo'lsa, sizga ana shu bergan narsasidan tuzni topib olamiz. Tushunarlimi? Tuzni topib mana bu yoqqa qo'yamiz. 50 gram bu yoqqa qo'ymanglar, chunki qaranglar, suvga 50 gram eritildi deyapti-ku. Hosilgan eritmada erigan modda bu emas endi, mis sulfatni o'zi, chunki keyingi eritmadagi mis sulfatni eruvchanligini so'ragan. Tushunarlimi? Mana bu keyingi eritmadagi mis sulfat ko'paygan 5 ta suvning eruvchanligini so'rasa, 130 va 50 ni qo'yib ishlayveramiz. Lekin biz keyingi eritmada 50 ning ichidan mis sulfatni alohida ajratib olib bu yoqqa qo'yinglar-yu, 50 ning ichidagi suvni ana bu yoqqadagi 130 ga qo'shib qo'yinglar demoqchi. U ish sal murakkabroq ekanligi uchun mana bu kristallik tartibdagi mis isotni topib olasizlar. Massasini 160 bo'ladi bu. Bu esa mis sulfatdan 5 ta suv 250 bo'ladi. Ana 160 bilan ana bu nechi? 140 mi? 90 mi? 250 bo'ladi. Buni topib olsa agar 5 marta 32 mi? 32 gram. Ana endi 32
gram ekan. Qaranglar. 50 grammning ichidagi muz sulfati 32 grammi? Yaxshilab e'tibor qilinglar ana shu joyga. Ana shu joyga e'tibor qilinglar. 50 grammning ichiga 32 gram nima bor? Muz sulfat. Shunaqami? Suvi qancha ekan? 50 dan 32 ni ayirsak suv qoladimi? Qancha gram? 18 gram. Tushunaymi? 130 suv deyilganlar, ha? Masalan, shartiga. 130 ga 18 ni qo'ysak nechi? Ha? 148 mi? Endi 180 dan 32 ni ayirgan nechi? 148 mi? Ana endi qaranglar. Sizlar mana 130 ni qo'yib, 50 dan 32 sana bo'ligini topib, keyin 50 dan 32 ni ayirib, 18 ni topib, 18 ga 130 ni qo'shib, suvni topgan ma'qulmi yoki 180 dan 32 ni ayirib, 148 ni topgan qilaymi? Tushundingmi? Demak, teringlarni eritma. Masalan, shartiga aytgan narsalarni qo'shasizlar, 130 dan 50 ni 180 bo'ladi. Keyin bir kirsadagi tuzni to'p olib qo'yasizlar. Keyin tengga eritmadan buni ayirsangiz 148 bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa sizlar o'sha payt nima yozayotgan bilasizlar? Masalan, shartiga aytgan 130 gram suv va ana buni tarkibidagi suvni birgalikda yozayotgan bilasizlar. Ya'ni 130 dan 8 ni. Tushunarlimi? Tushundingmi? Tushunasizlarmi o'zi? Ana endi 100 yoqqa S deb topamiz. Endi ishlanadi masalan. Tushunarlimi? Eng muhimi modda va suvni topib olish. Suvni 130 deb ketib adashmanglar, chunki ana buning ichida ham suv bor. Uni 50 deb ketib adashmanglar, chunki 50 bizaga ko'paygan 5 ta suvlikda emas, aloqasini so'rayapti. Shuning uchun aloqasini topib olamiz. Tushunarlimi? Lekin jami eritma 180 bo'ladi. Nechi bu? 21 butun. Ha? 21 butun. 21 butun? Aniqmi? 21 butun 6. Ekan. Javob mana shu bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, shartga qarab bitta qaytib tushuninglar, tushunmagan joylaringizni so'ranglar. Kechirib bo'lmanglar. Vaqt beraman kechirishga. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Keyingisiga qaraylik. Nima deyilgan? Muz sulfat ko'tarilgan 5 ta suvning o'lchamligi 75 bo'lgan yerda muz sulfatining o'lchamligini aniqlang. Qaranglar. Bu xuddi shunga o'xshash, sal osonroq. Qaranglar. Xuddi o'ziga o'xshaydi, muz sulfatining o'lchamini so'ragan. Bu necha edi? 7 edimi? 8 edi. Ana bu yoqqa nechini to'p qo'yamiz hozir. Xuddi 50 ning ichidan muz sulfatini to'p qo'ygani kabi. Mana bu yoqqa suvni to'p qo'yamiz. Mana bu yoqqa tiyilgan eritmani bilamiz dedi. Yaxshilab qaranglar. Eruvchanligi nechi degan muz sulfat ko'paygan 5 ta suvni. Qaranglar. Muz SO2 ko'paytirilgan 5 ta suvni eruvchanligi 75 degan. Biz o'zimizdan anlaydi bo'lamiz. 100 gram suvga 75 gram muz sulfat ko'paygan 5 ta suv eritilyapti deb bo'lamiz. Bundan oldingi masalaga qaranglar. 130 gram suvga 50 gram eritildi degan-ku. Tushunaymi? O'sha gap emas, biz boshqacha qilib olamiz o'shani. 100 gram suvga 75 gram eritilyapti deb bo'lamiz. O'sha paytda mana bu nechi bo'ladi? 175 bo'ladi. Ana bu yerda 100 gram suv, ana bu yerda 75 gramni qo'ymaymiz. Nima uchun ana bu yerda 75 ni qo'yamiz? 75 ana bu. 75 ana bu yerga qo'ymaymiz. Ana bu yerga nimani qo'yamiz? Eruvchanlikni, ana nimaning eruvchanligini so'rayotgan bo'lsak, o'sha nimasini qo'yamiz. Masalan, shartga qaranglar qani,
Musulfatga bo'lgan 5 ta suvni eruvchanlikni so'raganmi yoki musulfatning o'zini eruvchanlikni so'raganmi? Musulfatning o'zini so'raganmi? Musulfatning o'zini so'ragan bo'lsa, ana bu 75 ning ichidan musulfatning o'zini topib olamiz. Tushunarlimi? Ana 160 bo'lsa, mana buni massasi qancha deymiz? Bu 250. Tushunarlimi? 250 dan shuncha bo'lsa, o'zidan qancha? 48 mi? 48 gram. Demak, ana endi 48 ni qo'yamiz. Sababi 75 ning ichiga 48 ni bor ekan. Suv qancha edi avvaldan? 100 gram suvga 75 gram eritganimizda 175 millimetr bo'ldi. Shunaqami? 100 gram suv bor edi. 100 gram suvga yana qanchadir qo'shiladi? 100 gram suvga qancha qo'shiladi? 75 ning ichida bor suv qo'shiladi. Tushunarlimi? Suvni hisoblaymiz. 100 gram suv bor edi. Yaxshilab qaraylik. 75 ning ichidan musulfat ana bu bo'lsa, 75 dan ana bu 48 dan esa suv qoladimi? 75 dan 48 dan esa nechi? 27 mi? Demak 100 gram suv bor edi aslan. 27 suv bilan nech bo'ladi? 127. Mana shunday hisob kitob qilsangizda qulay bo'ladimi yoki 175 dan 48 ni ayirsangiz qulaymi? Ayirsa qulay. Tushunardimi? Qaytib aytaman. Musulfatga bo'lgan 5 ta suvni eruvchanligi 75 dedimi? Sizlar to'yingan eritmani 175 deb bo'lishlaringiz kerak. Chunki 100 gram suvda 75 gram ersa 175 bo'ladi. Tushunarlimi? 175 gram to'yingan eritmani ichiga erigan modda 75 emas endi. Ana bu narsa. Tushunarlimi? Chunki ana shu eruvchanlikni so'ragan. 75 ning ichidan ana buni topib olamiz. Mana bunday proporsiya qilib. Keyin 48 bo'ladi, 48 ni qo'yamiz. Chunki mana shuni eruvchanlikni so'ragan. Sababi shuni massasini topib qo'yamiz keyin. Tushunarlimi? Keyin 175 dan 48 ni ayirsak-da 127 bo'ladi. Mana. 175 dan 48 ga ketadi. Keyin 100 ga qanchalik topsa agar eruvchanlik chiqadi. 127 ni boshqacha topish yo'lini ham aytdim. Tushundingizmi? 100 suv bor edi. 100 ga 75 deb turdik-ku, 100 suv bor edi. 75 ni ichidan 48 musulfat bo'lsa, 27 suv-ku. 100 ga 27 ni qo'ysak 127 bo'ladi. Undan ko'ra men aytdim, mana shu selektoratni tuzini topib olib bu yoqqa qo'yamiz-ku. Tushunaymi? Keyin 175 qo'shidan ma'lum edi, o'shandan buni ayiramiz, 127 qoladi. Bu nechi bo'ladi? Ha? 37.8. Endi o'ynashdan chiqdingiz. 37.8 ekan. Tushunarlimi? 37.8 bo'ladi. Savollar bo'lsa beringlar buni. Savollar yo'qmi? Bu nechinchi edi? 9-chi. 9-chisi bu. Savollar yo'qmi? Tushunganlikda qo'l ko'tarsizmi? Yolg'ondan qo'l ko'tarmanglar. Kechir bo'linglar.